Assalomu alaykum. Hozirgi kunda eng dolzarb bo'lgan masalaga to'xtalmoqchimiz, ya'ni psixologiya fani to'g'risida. Ayni damda odamlarda psixologiya to'g'risida juda ham yanglish tasavvurlar mavjud. Chunki hozirgi kunda nima ko'p, kim ko'p, turli xil coachlar ko'p, psixologman deb o'zini nomlab yurgan ezoteriklar ko'p va hokazolar. Buning natijasida psixologiya fani yoki psixologik bilimlar reduksiyasi yuzaga keldi. Reduksiyasi degani juda soddalashib ketdi. Odamlar psixologni muammoni hal qiluvchi bitta apparat deb tasavvur qilyapti. Ya'ni kompyuterga o'xshaydi. ChatGPT bor hozir, bunday savolni kiritasan, u senga savolingga javob beradi. Vaholanki psixolog javob beradigan apparat emas, psixolog ensiklopediya emas. Psixologning o'zining ishlash xususiyati bor, uning faoliyatini xususiyati bor va hokazo. Mana shu masalalarni tushuntirish bugungi asosiy mavzularimizdan biri bo'ladi. Ya'ni psixologiya o'zi nima degan savolga ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, insoniy psixikasini vujudga kelishi, rivojlanishi va ishlash qonuniyatlarini o'rganadigan fan deyiladi. Shu yerda savol tug'iladi, psixika o'zi nima degan? Psixika bu sodda qilib aytsak, bizni miyamiz faqatgina u miyamizni o'zi emas, miyamizni ishlashning mahsuli. Psixika bitta odamda bor emas, psixika hayvonlarda ham bor. Psixikaning asosiy funksiyasi tevarak atrofda aks ettirish. Ammo tevarak atrofda biz nima uchun aks ettiramiz? Aksariyatda biz bunga e'tibor bermaymiz. Vaholanki shofyor bo'lsangiz bilasiz, siz yo'lda ketayotganingizda yonbosh yoki yoningizdagi ko'zgular nima uchun? Siz unga qarab, tevarak atrof to'g'risida ko'zingiz yetmayotgan joyi to'g'risida xabardor bo'lasiz va o'sha xabardorligingizga qarab orientatsiya olasiz, yo'lingizni belgilaysiz. Xuddi shunday bizning psixikamiz ham tevarak olamni aks ettiradigan bitta ko'zgudir. Faqat bu ko'zguning bir tomoni bor, xususiyati nima uchun aks ettiryapmiz? Buni ko'zgu ham aks ettiryapti, lekin u joyida turibdi. Biz ko'zgudan foydalanyapmiz. Psixikamiz nima qilish bilan shug'ullanadi? Psixikamiz olamni aks ettirib, bizni tevarak atrofimizda ro'y berayotgan voqea va hodisalardan himoya qilishga moslashgan. Ya'ni har qanday atrofimizdagi o'zgarishni mana bu ko'zguda aks ettiramiz va o'sha ko'zguda aks etgan holatga qarab o'z xulqimizni belgilaymiz. Mana shu joyi muhim. Ya'ni bizni psixikamiz asosiy funksiyasi bizni tevarak muhitda organizm sifatida jarohat olmaslik. Bu yerdan eson-omon chiqish, biron bir muammoli vaziyat yuzaga kelgan bo'lsa, buni hal etish, jonimizni omon saqlash bo'ladi. Ammo hozirgi kunda psixika degan tushunchani uncha ishlatmaymiz ham, chunki aksariyatda psixologiya bilan shug'ullanayotgan odamlar ruh degan so'zni ishlatishadi, qalb degan so'zni ishlatishadi, ammo psixikani emas. Ba'zan ko'ngli deydi, ko'ngli vayron bo'ldi deydi. Ammo ko'ngil nima, ruh nima, ong nima va hokazo o'zi nimani anglatish to'g'risida bosh ham qotirishmaydi. Odamlar go'yoki buni a priori deydi, tug'ilgandan tushunib yashaydiganday. Ammo bunday emas. Hattoki qalb, nafs, ko'ngil va hokazo tushunchalarni dinda ham ajratish qiyin. Chunki bu falsafiy kategoriyalar, dinga doir kategoriyalar. Uning uchun baribir diniy bilim olayotganlar ham o'qish kerak bo'ladi. Oddiy odam qayerdan biladi qalb bilan ko'ngilning farqini? Qayerdan bilsin ruhning farqini? Psixologiyada esa ruh haqida va qalb haqida umuman gapirilmaydi. Psixologiya psixika to'g'risidagi fan ekan, demak psixologiyada nima gapirilsa, bizni psixikamiz haqida gapiriladi. Uni yo u yo bu termin ortiga yashirishimiz ma'lum bir joyda qalloblikning bir ko'rinishi xolos. Odamlar tushunsin deb ularga tushunarli tilda aytilmaydi. Odamlar tushunishga intilishi kerak. Demak, psixologiya bu insoniy psixikasi to'g'risidagi fan ekan, buning taraqqiyoti, rivojlanishi to'g'risidagi fan ekan. Insonning qay jabhasi, faoliyat jabhasi nomiylik o'sha yerda bo'ladi. Neyrofiziologiya bilan birgalikda psixikaning miyamizning ishlash jihatlari o'rganiladi. Psixiatriya, psixoterapiya bilan birgalikda psixik faoliyatimizni buzilishlari o'rganiladi. Kosmonavtikani oladigan bo'lsak, kosmik
psixologiya bilan shug'ullanadi. Ya'ni odam uchun og'ir bo'lgan ekstremal vaziyatlarda psixika qanday o'zini javobini beradi, qanday o'zgarishlarga olib keladi odamning psixikasiga. Bundan tashqari mehnat faoliyatida mehnat psixologiyasi bor. Ya'ni nima qilsak bizning mehnat samaradorligimiz oshadi, odam mehnat faoliyatidan qoniqishni hosil qiladi va hokazo. Aksariyatda hozir biz tushunayotganimiz bu alohida olingan odam bilan ishlash. Ammo jamiyatshunoslik bilan qo'shilsa, unda psixologiya sotsial psixologiyaga aylanadi. Ijtimoiy psixologiyadan tushuncha bor. Endi bu ayrim guruhlar yoki katta kichik guruhlar deymiz, katta va kichik guruhlarni bitta organizm sifatida qanday faoliyat yuritishi, guruhiy psixika haqida fikr yuritamiz. Ya'ni alohida olgan odamning psixikasi bor va guruhlarning o'zining umumlashgan olamni aks ettirish xususiyati bor. Ijtimoiy psixologiya guruhlar bilan shug'ullanadi. Etnopsixologiya endi milliy xususiyatlar bilan shug'ullanadi. Millatning dunyoqarashi, millatning olamni aks ettirishi bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda eng ko'p tilga oladigan, bizni qo'shtirnoq ichida psixologlarimiz ko'p tilga oladigan gap bu mentalitet va mentallik. Vaholanki mentalitet va mentallik o'zi nima degan savolga javob berishga yo'q birontasi. Bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi dedi. Kim biron bir narsani tahlil qilmoqchi bo'lsa, biron bir badiiy filmnimi, boshqanimi, hujjatli filmmi, atrofimizda bo'layotgan biz uchun noma'qul bo'lgan xatti-harakatni tahlil qiladimi, mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi dedi. Ammo mentalitet o'zi nima? Mentallik degani nimani nazarda tutyapmiz? Mazkur masala yana chekada qoladi. Va mentalitetimizga deganda mening nafsimga to'g'ri kelmaydimi yoki mening dunyoqarashimga to'g'ri kelmaydimi degan savolni hech kim oldiga qo'ymaydi. Go'yoki hamma butun o'zbekistonliklar mentalitet nimaligini biladigandek o'zini tutadi. Vaholanki mentalitetning ham o'zining ilmiy tushunchasi bor. Uni qanday qilib anglashimiz kerakligi bor. Shunchaki tilga olayotgan har neyimiz biz bilamiz degani emas. Ya'ni biron bir odam devorni shuvog'ida qiyshiq joyi bor ekan desa, u odam shuvoq qilishni biladi degani emas-da. Agar biron bir qusur haqida gapirayotgan bo'lsa, bu vrach degani emas, sog'lig'ingiz haqida gapirayotgan bo'lsa. Vaholanki internet hamma narsani ko'taradi. Ijtimoiy tarmoqlar shundan mustasno emas. O'qiydi, nima o'qiganini o'zi ham bilmaydi, gapiraveradi. Kurs tayyorlayapman, kurslarim bor, men qiynalib ketdim, kasal bo'lib tayyorlayapman deydi. To'xtovsiz o'zim deydi. Bu kursning bahosini oshirish deyiladi va hokazo holatlar. Ammo bu kurslar o'zi kimga kerak degan savol bor. Bu kurslardan odamlar nima oladi? Psixologik kurslarning maqsadi o'zi nimadan iborat? Psixologik kurslarning maqsadi odamni birinchi navbatda tafakkur qilishga o'rgatish. Tayyor yechim berish emas, mana bundan mana bu keladi deyish emas. Endi hozir kundagi ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, psixologiyaning jamiyatda shunday tushuncha bor. Ya'ni ijtimoiy nevroz, ijtimoiy psixoz degan tushunchalar bor. Jamiyatda kimdir buzilsa, psixikada, psixik faoliyatda buzilish ro'y bersa, bu yuqumli bo'ladi. Ayniqsa bu ommaviy axborotda chiqadigan, ommaviy vositalarda chiqadigan mashhur odam bo'lsa, mashhur odamning jinniligini hech kim bilmaydi. Miyasidagi o'zgarishni hech kim bilmaydi. U odamning o'zi ham bilmaydi. Unga biz xalqimizning gapi bor-ku, jinniga jinni desang tan olmaydi deymiz, urushib ketadi. Xuddi shunday ijtimoiy tarmoqda ham millionlab orqasidan ergashadiganlar bor. Odamning aqldan ozgan holatini psixologiyada psixoz deyiladi. Psixozga har birimiz tushamiz. Har birimizni qiynalgan paytimizda psixotik holatda o'zimizni kallamizda yashaydigan joyimiz bo'ladi. Ammo mashhur odam deydigan bo'lsak, endi mashhur endi orqasidan yuradigan odamlar ko'p bo'lsa, u odamning aqldan ozganini odamlar bilmaydi-ku. O'ylaydiki, millionlab odam uni orqasidan kuzatuvchisi bor, aqldan ozgan odamning orqasidan yuradimi deydi. Vaholanki yuradi. Gitler ham aqldan ozgan odam edi. Lekin Gitlerning orqasidan butun xalq ergashgan. Bularning normasi, patologiyasi nimadan iborat? Odamlar bilmagani uchun qarab ketaveradi. Odamning miyasi ishdan chiqsa, olam o'zgarib qolganini o'zi payqamaydi. Ilgari ko'k ko'zoynak taqqan bo'lsam, endi pushti ko'zoynak taqdim. Lekin men uxlab turganimdan keyin ilgari qanday ko'zoynagim edi, hozir qanday farqiga bormay qolaman.
Chunki miyam buni o'zi ishlab turganda buzilayotganini bilmaydi. Xuddi shunday hozirgi kunda ahamiyati turli xil psixik og'ishlar deymiz yoki xulqiy og'ishlari bor odamlar internet orqali o'zining har xil gap so'zini psixologik degan atamaga qo'shib berayotgani xavf xatarlidir. Arzimagan bir ilmga umuman yaqin kelmagan narsaning ommaga chiqib ketishi o'sha aqldan ozishdan yuzaga kelgan g'oyani normalga aylantiradi. Hamma buni qo'llay boshlaydi, hamma buni iste'mol qila boshlaydi. Bir payt hozir shunga yaqin holat bo'lyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarida 30-yillardagi buyuk depressiya degan tushuncha bo'lgan. Nima uchun yuzaga kelgan bunda? Kimdir aytgan, yaqinda mana u bankdan pulni olmasang bo'lmay ekan degan. Bu radio postanovkami nimadir bo'lgan. Bir odam yugurib borgan, uni orqasidan ikkinchisi yugurib borgan, uchinchisi yugurib borgan. Bir payt o'zida bankdan pul oladiganlar juda ko'payib ketgan. Bank bu narsani ta'minlay olmagan, bitta bank bankrot bo'lgan. Buni odamlar ko'rib turib boshqa bankka yugurishgan, uchinchisiga, to'rtinchisiga shunday qilib birin-ketin butun bank tizimi ishdan chiqqan. Ya'ni hozirgi kunda u 30-yildan ham xavflidir. Chunki har qanday gap juda ham tezlikda, yashin tezligida tarqaydi. Agar bu narsani ma'lum bir tarzda oldini olmasak, degani bu senzura degani emas. Aksariyatda shunday fikrlarni tanqidiy chig'iriqdan o'tkazadigan biron bir muassasa bo'lishi kerak. Bu muassasa agar davlatning doirasida bo'lsa yaxshi, lekin davlatning doirasi degani mana uni to'xtat, mana uni yop degani emas. Mana shu fikrini olda chiq, televideniyega olibki, bu televideniyada bir tanqidiy chig'iriqdan o'tkazaylik. Bu fikrini asosi nimada? Tok-shoularimiz ko'p. Ammo psixologiya shunday tushunchaki, odamlar, shu ekspertlar ham o'zi bundan xabardor bo'lmasdan turib, buni muhokama eta olmaydi, bunday bilimlar. Astronom bo'lsa, fizik bo'lsa, matematik bo'lsa yaxshi. Ammo hozir nega psixologiya dolzarb bo'lyapti? Hamma aytadi, agar diniy ish bilan shug'ullansang, dindorlar ham aytadi, o'zingning ishingni o'zing qil deydi. Ya'ni chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Ammo psixologiyani nimaga mutaxassisidan so'rash yo'q. Chunki psixologiyani hamma maishiy nuqtai nazardan bilaman deb o'ylaydi. Psixologiya bu eng oddiy narsa, eng sodda narsa deydi. Bir payt xotira bilan shug'ullanayotgan yigitcha ham hozir psixologiya to'xtaladi. Bir payt tadbirkorligi bor, qo'g'irchoq chiqaradigan ham tarbiya psixologiyasi bilan shug'ullanadi. Bir payt turli xil ezoterik oqimlarga, ezoterika diniy emasda. Ezoterika bu turli diniy amaliyotlarni bitta yig'ilgan atalasi to'g'riroq bo'ladi. U bilan shug'ullanayotgan ham o'zini psixologman deb chiqa boshlayapti. Umuman psixologiyadan Xudo biladi qanday o'qigan. Men universitetini tilga olmayman, institutni tilga olmayman. Umuman psixologik bilimi yo'q odam ham o'zini psixologman deb chiqish vakolatiga egaman deb hisoblayapti. Aynan shunday pallada bu narsani tartibga qo'yadigan payti keldi deyiladi. Aksariyat ezoterika psixologik oqim emas, unutmaymiz. Psixologiya umuman yaqin kelmaydi. Ezoterika bu diniy, falsafiy oqim. Dinda isbot degan narsa talab qilmaydi. Dinda asosan e'tiqod birinchi o'rinda turadi. Shu narsaga ishonding, bo'ldi. Ixlos dardi xalos deyiladi. Ammo psixologiya bundan yiroq. Psixologiyaning o'zining tadqiqot obyekti bor, tadqiq etish usullari bor, uni tekshirish usullari bor va hokazo. Demak, ular o'zining shu raskopka deyishadi, yana nima deyishadi ezoteriklar? Jon, ruh, tana deb ajratishadi-da, keyin men ruh emasman deydi. Bitta xonimimiz bor, chiqadi, siz kimsiz deb so'rasa, bu Renessans TVdan qo'ying, siz kimsiz desa, men hozir javob bera olmayman, chunki men ayolman desam, odamligim esdan tushib qoladi. Ruhman desam, tanam esdan tushib qoladi. Tanaman desam, bunim esdan tushib qoladi. Xullas qalam 5 minut gapda aylantirdi-yu, men shunchaki ayolman deya olmadim. Ayollik faktini tan olishdi yoki inkor etishni hojati yo'q-ku. Bizning ko'zimizda ayol-ku bo'ldi-da. Ayolman deyish shunchalar og'irmi? Lekin
unda o'zini qarashi borda. U ezoterikadan kelgan tushunchalari bor. Men tana emasman, men ruhman deydi. Ruh bo'lganingda mendan ketgan bo'lar eding. O'lsang ruh bo'lasan. O'lmagan ekansan, sen odamsan. Odam tanasida ekansan, sen ikkita jinsda orasida bo'lasan, yo erkak bo'lasan, yo ayol bo'lasan. Uchinchisi yo'q yoki to'rtinchisi yo'q agar tug'ma germafroditizming bo'lmasa. Ammo o'zini gapiga o'zi zid bo'lib qolmasin deb aylantirdi. Men shunchaki ayolman deb javob bera olmadi. Javob berishni istamadi. Chunki bunday deydigan bo'lsa, qo'shtirnoq ichidagi ergashuvchilari borda. Ularda oldida o'zi sharmanda bo'lish ehtimoli juda yuqori. Bu yana aytdim, psixologiyada o'qidim degani, psixologiyani o'qidim degani emas. Psixologiya juda nozik fan. Diplom bu texnologiyaga umuman to'g'ri kelmaydi. Psixologiyada o'qish bor, o'qimaslik bor. Odamlarga o'qitish bor, lekin o'zi odam bo'lmasligi bor. ChatGPTga ham savol bering, sizga xuddi shu savolga javob beradi, lekin ChatGPT odam emas-ku. U o'ylamaydi ham. U bor axborotdan foydalanadi. Hozirgi kundagi psixologlarimiz ham aksariyatda tevarak atrofda yiqqan. Men o'ylamayman ularni ilmiy kitob o'qigan deb. Internetda chiqayotganlarni. Nima uchun kitob o'qimagan? Kitob o'qiganda hech yo'q tilida biron bir psixolog ilmiy termin bo'ladi. Eng noziklik o'sha psixika degan so'zni ishlatmasligi shu psixologiyaga yaqin emasligini bildiradi. Va hozirgi kunda o'zlarini doktor palonchiman, doktor pismadonchiman deydi, lekin o'zini na diplomi bor, na boshqasi bor. Odamlar surishtirmaydi ham. Odamlar oson yechim bo'yicha ketyapti. Yashashni bilmasa, menga yashashni o'rgatadigan odam kerak deyapti. Lekin bizga yashashni o'rgatadigan odam kerak emas. Bizga qanday yashash mumkinligi to'g'risida axborot beradigan va bizni o'ylashga o'rgatadigan odam kerak. Tafakkur qilishga o'rgatadigan odam kerak. Bizga yashashni o'rgatishni hojati yo'q. Ming o'rgatgani bilan odamlar maslahat berib, "Bunday qil, bunday qil" degani bilan uning ichidan o'tgani faqat o'zi biladi va ishtoni biladi deymiz. Qo'pol gap, lekin bundan ortiq gap yo'q. Birovga qanday yashashni o'rgatayotgan odam narigi odam buni terisiga kira olmasligini bilish kerak. Aksariyatda muammo biz aytdik, psixikaning asosiy funksiyasi, vazifasi odamning oldiga qo'yilayotgan muammolarni hal qilish, muammoli vaziyatlarga yetishga mo'ljallangan. Ana shu funksiyasini ishga solish xolos, o'ylashga o'rgatish. Psixologiyaning hozirgi kundagi holat haqida gapirsak, psixologiya juda ham maishiylashib ketgan. Maishiylashib ketdi deganim, odamlar o'zi ilmiy fakt bilan mening nuqtai nazarim yoki mening fikrim degan narsani ajratmayapti. Albatta bunda olimlarning ham aybi bor. Olimlar ilmiy tafakkur bilan maishiy tafakkurning farqini ko'rsatib o'tmaydi. Ilmiy tafakkur nima degani? Einsteinning nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadi. Nisbiylik nazariyasi esa bu dunyoda hamma narsa nisbiy degan tushunchadir. Vaqt ham nisbiy. Agar yorug'lik tezligiga uchadigan bo'lsak, vaqt to'xtaydi deyiladi. Bu olamning o'zi borligi ham nisbiy. Turli xil hayotning vujudga kelish to'g'risidagi nazariyalar bor. Olam to'g'risidagi nazariyalar bor. Men sizga hozir bitta savolni bermasam, mana shu jumlaman sizga tushunarli deb o'tib ketasiz. Mana shu olam to'g'risidagi nazariyalar ko'p va olamning qanday vujudga kelganligi to'g'risidagi qarashlar ko'p desam, sizda qanday savol bor deb sizga beradigan bo'lsam, mabodo shu joyda siz savolim yo'q, tushunarli deysiz. Vaholanki tushunarsiz joyingiz bor, ammo tushunmayotganingizni ko'rmasligingiz ehtimoli yuqori. Nimani tushunmayapmiz bu yerda? Biz nazariya o'zi nima degan savolni bilmayapmiz. Nima deb tushunishimiz kerak nazariyani? Lekin tushungandek o'zimiz tutamiz. Nazariya o'zi nima? Einsteinning nazariyasi bor dedik, nisbiylik nazariyasi yoki Darwinning evolyutsion nazariyasi bor dedik. Evolyutsion nazariya bilan kurashaveradi, urushaveradi, itam-pitam talashaveradi. Vaholanki nazariya o'zi nima degan savolga javob berganda edi, talashga umuman hojat ham bo'lmas edi. Nazariya o'z nomi bilan turadi, nazar. Bu Darwinning hayot vujudga kelganligi va uning taraqqiyoti to'g'risidagi bitta qarashi xolos. Haqiqatda shundoq yoki shundoq emasligi emas. Bu haq uchun kurash emas, haqiqat uchun kurashning umuman hojati yo'q. Nazariya bu olam to'g'risidagi
bizning farazlarimiz yig'indisidir. Jamiyatda nima uchun ziddiyatlar, bir-birini tushunmovchiliklar, urush janjal ko'p? Hamma haqni bilaman deb o'ylaydi. Haqni haq biladi xolos. Olimlar ham haqni nimaligini bilmaydi. Ular qandaydir nazariya borligini va bu nazariya yillar davomida tadqiq etilib, hali uning farazi to'kis inkor etilmaganligini bildiradi xolos. Agar o'sha Darwin nazariyasining biron bir farazini inkor etadigan dalil paydo bo'lsa, evolyutsion nazariya o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Buni o'rniga boshqa mukammalroq nazariya yuzaga keladi. Nima uchun nazariyaning o'rniga yana bitta nazariya keladi? Chunki biz bilamiz, hamma yo'q nisbiy. Hamma narsa ayni dam bilan belgilanadi. Ayni damdagi imkoniyatlarimiz bilan belgilanadi xolos. Haqni hech kim bilmaydi. Haq uchun kurashning keragi yo'q. Haq faqat dinda, bizning e'tiqodimiz bilan bog'liq. Bu dunyoda bizning farazlarimiz bor. Demak, psixologiyada ham xuddi shunday. Insonning xulqi, o'ylari, tafakkuri nima uchun unday emas, aynan bunday xatti-harakat qilganligi to'g'risida 150 dan ortiq qarash bor. Menga savol berishadi. Bular qaysi biri to'g'ri deb? Savolida tushunmovchilik bor. Chunki ular nazariyani faqatgina haqiqat deb o'ylashayotgani. Insonning xulqi to'g'risidagi qarash u tavsif bo'ladi xolos. Psixoanaliz bunday tushuntiradi. Kognitiv terapiya boshqacha tushuntiradi, kognitiv psixologiya. Behavioral degan xulqiy psixologiya bor, u o'zgacha tushuntiradi. Deylik, agressiyani Freyd aytadi, bizning ichimizda realizatsiya qilish imkoni bo'lmagan mayllarimiz yig'ilganda bizning psixikamizda frustratsiya ro'y beradi. Bu frustratsiyani bartaraf etish uchun odam o'zi bilmagan holda jahli chiqish ehtimoli bor. Bu jahlning tagida qondirilmagan ehtiyojlar yotadi. Faqat bu ehtiyojlar qondirilmayotganini odamlarning o'zi anglab yetmaydi deydi. Kognitiv psixologiya sal boshqacharoq tushuntiradi odamning agressiyasini. Har bir odam o'ziga xos olim. U olamning miyasida o'zining manzarasini yaratgan. Tashqi olam bilan bizning olam to'g'risidagi tasavvurimiz ziddiyatga duch kelganda, kognitiv dissonans deymiz. Bu ikki olamning manzarasini umumlashtiradigan bitta axborot tanqisligi bo'lyapti. Ana shunday paytda odamda g'azabi yo jahli chiqishi mumkin. Oddiy misol qiladigan bo'lsam, bolangizga o'qityapsiz, A, B, C, D deb o'qityapsiz. Bolangiz yana esdan tushib qolyapti. Yana erinmasdan shu yarim soat, 1 soat o'qitdingiz, bolangiz esdan tushib qolaverdi. Bolaga nimaga jahl qilamiz? Chunki bolaga endi qanday tushuntirishni bilmayapmiz. Bizda axborot tanqisligi yuzaga keldi va eng ma'qul yechim baqirish deb o'ylaymiz. Bolaga jahl qilish yoki g'azab qilish deb o'ylaymiz. Behavioral psixologiya nima deydi? Odamning agressiv xulqi namoyon bo'ldimi, demak uning atrofidagilardan shunday vaziyatda qanday xatti-harakat qilish to'g'risidagi biron bir xulqiy modelni o'zlashtirgan deydi. Mana bitta tushuncha, agressiya tushunchasini agar 150 ta maktab bo'lsa, 150 ta maktab nuqtai nazaridan asoslab berish mumkin. Lekin buni 150 tasi ham 150 xil nuqtai nazar xolos. U mutlaq haqiqat emas. Har safar mutlaq haqiqatni shu yerda va hozir o'sha odamlar suhbatlashish jarayonida odamni o'ziga keltirish asnosida hal qila olamiz xolos, topa olamiz. Shunda ham hali Xudo biladi degan joyi bor. Demak, odamlar nazariya nima deganini tushunmasa, olimlar buni yetkazish kerak. Ammo olimlarimiz ham internetda ko'ramiz, turli xil podkastlar bor. Olimlar ham to'xtovsiz olishadi. Agar olim bo'lsa, olishga asos yo'q. Bu Darwinning nazari, bu Einsteinning nazari, bu yana falonchining nazari deb o'tiladi. Va bu joyda urishish, talashish emas, shunchaki u nuqtai nazarning zaif tomonlarini aniqlash bilan shug'ullanishimiz kerak. Xuddi shunday psixologlar ham. Psixologlar o'zi tabiatan olim bo'lmasa, u psixolog bo'la olmaydi. Psixolog ham odamning ichki olami to'g'risidagi farazni ilgari suradi. Mana ro'paramda operator, rejissor o'tirgan bo'lsa, bularning ichki olami qandayligi to'g'risida men faraz ilgari suraman. Lekin bu farazim yanglish yoki haqiqatga yaqinligini bilish uchun men baribir qandaydir savol berishim kerak. Agar shu savolimga farazimdan kelib chiqib bergan savolimga farazimni tasdiqini beradigan javob bo'lsa,
demak mening operatorning ichki olami to'g'risidagi taxminim to'g'ri deyiladi. Agar adashasiz domla, men hozir boshqa narsa o'ylayotgandim deydigan bo'lsa, demak men farazimni darrov korrektirovka qilishim kerak, to'g'rilab borishim kerak. Demak mutlaq haqiqat degan narsa yo'q. Psixologiyada internetni ko'rsangiz, umuman taxmin qilishmaydi. Taxmin qilmaydi, mutlaq haqiqatni bilgandek gapiradi. Agar mijoz, psixologik konsultatsiya jarayonini olib bergan bir xonim bor, mijoz inkor etyapti psixologning fikrini. Psixolog aytyapti, siz qachon eringizga sevaman dedingiz deyapti. Mijoz aytyapti, doim aytaman deyapti. Doim aytaman desa ayol aytyapti, qachon doim? Ha, har kuni aytaman dedi. Siz har kuni aytishingiz emas, har soniyada aytishingiz kerak deydi. Agar ilgari kuni aytdim desa, nimaga kecha aytmadingiz deydi. Kecha aytdim desa, nimaga bugun aytmadingiz deydi. Bizda psixologiyada buni isterik kulgu deymiz. Kuladida, siz psixologni alday olmaysiz deb qo'yadi. Aynan psixolog sodda odam o'zi. Psixologni aldash juda ham oson, chunki u o'zini taxmini bilan yashayapti-da. Ro'paramizdagi psixopat bo'lsa juda ham chiroyli aldaydi. Siz psixologni aldayman deb o'ylamang. Nima, psixolog ekstrasensmidi yoki uzi aparatimidi, shunday tanangiz ichida nimalar borligini biladigan. Psixologni hozir odamlar qo'liga qarab topib beradiganlarimiz bor. Va aksariyati televideniyada o'sha grafologiya deb chiqishyapti, numerologiya deb chiqishyapti, munajjimlar bashorati deb chiqishyapti. Bular hammasi bo'lmagur narsa ekanini bilib turib shu ishni qilishyapti odamlar. Bu nafaqat mayli, men ilmiy nuqtai nazardan asosiy yo'lida aytmay, ammo e'tiqodiga zid narsalardir. O'zlari bilmagan holda shirkka olib kelishyapti. Ya'ni eng qizig'i bular hammasi Alloh nomini qo'shishadi. Diniy bilimlarni izohi uchun xizmat qiladi. Lekin bizning maishiy qarashimizni tasdiqlash uchun dinga murojaat qilishning hojati yo'q. Biron bir narsa deydi-da, o'zi Xudo shunaqa degan-ku deb qo'yadi. Siz Xudoni qo'shmay turing, siz fikringizni asoslab bering. Agar shunday demaydigan bo'lsa, nima ro'y beradi? Siz o'zingizni dinni inkor etayotgandek his qilasiz. Shuning uchun uning gapiga qo'shilishga majbur bo'lasiz. Ayrim o'zini farazini ilgari surayotganda yoki ishlayotganda, faraz demaymiz, ular mutlaq haqiqat gapiryapman deb o'ylashadi. Sizning yo'nalishingiz qayerdan olingan desa, Injildan deydi. Hijob o'ragan, Alloh nomini tilga oladi, Injildan deydi. Nega Injildan deyapsan? Vaholanki islom dini nuqtai nazaridan olsak, dinning o'zi mukammal. Unga Injilga murojaat yo'q. Lekin odamlar bunga Injilga murojaat yo'q, mansux qilingan degan savolni bera olmaydi, chunki uning ortida boshqa bir himoyachisi bor. Islom dini nuqtai nazaridan gapirayotgan odam bor. Va odamlar go'yoki shirk keltirib qo'yadigandek, islom diniga zarar yetkazib qo'yayotgandek jim bo'lishadi. Agar psixolog to'xtovsiz Xudo, 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 Alloh, Alloh, Alloh deb murojaat qilayotgan bo'lsa, bu psixolog emas. Bu sizni yanglish yo'lga olib ketayotgan qallob xolos. Chunki matematikada biron bir formulani yechish uchun Alloh mana bunday degan deyishni hojati yo'q. Uning o'zining tili bor, asos bor, yakuni bor. Psixologiyaning ham o'zining tili bor, tushuntiradigan sohasi bor, o'zining olam to'g'risidagi manzarasi bor, inson to'g'risidagi manzarasi bor. O'shandan kelib chiqib taxmin ilgari suraveradi. Psixolog olim bo'ladi, u hech qachon demaydi. Sevgan insoningizga hech qachon yalinmang. Siz yalinishni boshlasangiz, sevgan insoningiz sizdan uzoqlashishni boshlaydi. Mayli siz xato qilib qo'ydingiz. Men xato qilib qo'ydim-ku, men uni kechirim bo'lish kerak, uni kechirish kerak, u meni kechirish kerak degan narsalarni unuting. Nabodasiga rostdan ham xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, unga turli xil sovg'alar, shirinliklar hadya eting. Lekin yalinmang. Yalinish bu nima? Yalinish bu o'zingizga nisbatan samatsenkingiz pasayib ketayotganligidan dalolat beradi. O'zingizni seving va sevilishga harakat qiling. Siz kimnidir sevib, kimnidir ketidan quvlaganingiz sari u inson sizdan qochishni boshlaydi. Shuning uchun yalinmang va har doim sevimli bo'ling. Maishiy anglanilishi bor, biron bir faktni va ilmiy anglanilishi bor. Ona bolasini urdi. Ona bolasini urdi. Bu bitta fakt. Maishiy
anglanilishda nima bo'ladi? Ona bolasi gap qaytargani uchun urdi bo'ladi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q, boshqa asos yo'q. Ya'ni biron bir hodisaga yo'ldosh boshqa bir Y hodisani keltiryapti. X hodisaga Y hodisani keltiryapti. Va buni yagona sabab deyapti. Agar xiyonat qilsa, yagona sabab ayol o'ziga o'zi xiyonat qilgani deydi. Siz birinchi navbatda o'ziga o'zi xiyonat qildingiz, shuning uchun eringiz ham sizga xiyonat qildi deydi. Nima degani bu? Bu joyda shunday deb turib, keyingi joyda yana boshqacha haqiqatni ilgari suradi. Chunki taxmin bo'lsa, ehtimol ayol kishi o'zini allaqachon nima deydi, o'zidan voz kechgandir deyish kerak. Ilmiy anglanishda aynan xuddi shunday bo'ladi. Ona bolasini urdi, ehtimol bolasining gapi onaning ma'lum bir qarashiga zid bo'ldi deyiladi. Gap qaytarib deyilmaydi. Yoki ona bolasining ma'lum bir vaziyatga bo'lgan munosabatini ko'tara olmadi desak bo'ladi. Munosabati yoqmadi. Chunki uning munosabati onaning munosabati bilan hamohang emas edi. Va buni hammasini ehtimol deb aytadi. Yana maishiy anglanishga olib keladigan bo'lsak, ona hech qachon bolasini o'zidan o'zi urmaydi deydi. Bu maishiy anglanilish. Ammo ilmiy anglanish deydigan bo'lsak, ehtimoli ko'p. Ona o'zidan o'zi bolasini hech qachon urmaydi emas, ba'zan shunday bo'ladi, o'zidan o'zi ham urishi mumkin. Mana shuni biz farqiga borishimiz kerak. Va olim odam mumkin, ehtimol shulardan bittasi turli xil omillar ta'sir qiladi, shulardan ehtimol yuqori mana shu omil ta'sir qildi deb gapiradi. Bular nima uchun unday demaydi? Chunki ehtimol deydigan bo'lsa, odamlarga nima kerak? Odamlarga yo ha yo yo'q kerak. Agar psixolog ehtimol shundaydir deydigan bo'lsa, bu nima balo deydi. Ehtimolingizni pishirib yeng deydi. Aptekaga borsam men dori olaman deydi. Siz nima beryapsiz deydi. Psixologning beradigan mahsuloti dori emas, kitob emas, ushlaydigan narsa emas. Psixologning mahsuloti odamning ushlab bo'lmaydigan narsasidir. Odam ushlab bo'lmaydigan narsa bu tafakkur bilan bog'liq. Odamni o'z xulqi va o'z xatti-harakati va u bilan ro'y berayotgan, sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga bo'lgan munosabat ustida o'ylashga undash xolos. Psixolog faqat o'ylashga o'rgatadi. Ortiq narsa bilan shug'ullanmaydi. Psixolog hech qachon mijozga qo'ltiq tayoq bo'lmaydi. Mana bunday qilsangiz, mana bunday bo'ladi demaydi. Ehtimol mana bu joyda yetishmayotgan joyingiz bordir. Shu to'g'risida o'ylab ko'ring, qarab ko'ring. Ana undan keyin qaror qabul qiling. Ehtimol bu yo'llari bordir. Hamma yo'llari ko'rsatadi. Qaror qabul qilish albatta kimning qo'lida bo'ladi, ixtiyorida, mijozning ixtiyorida bo'ladi. Psixolog hech qachon birovning o'rniga javob bermaydi. Demak, maishiy anglanilish va ilmiy anglanishning navbatdagi mezoni. Maishiy anglanilishda ma'lum bir voqea va hodisa ro'y berishda Y hodisaning ro'y berishiga olib kelishini isbotlash mumkin deydi. Ya'ni ona bolasini nima uchun urganini isbotlash mumkin deydi. Ilmiy anglanishda yo'q, isbotlash mumkin emas. Isbotlab bo'lmaydi. Ilmiy fakt degani inkor etish mumkin bo'lgan faktga aytiladi. Inkor etib bo'lmaydigan fakt ilmiy sanalmaydi. Bu yo diniy bo'ladi. O'limdan keyin hayot bormi yo yo'qmi? Hech kim uni inkor eta olmaydi. Na bording, na yo'qding hech kim inkor eta olmaydi. Bu siz e'tiqodingiz bilan bog'liq. Ilmiy faktni doim inkor etish mumkin. Inkor etib bo'lmaydigan fakt ilmiy sanalmaydi. Demak, u nima deyish mumkin? U yoki bu hodisa o'rtasidagi aloqa yoki munosabatni aynan shu sabab orqali bo'layotganini isbotlash mumkin emas deydi. Bu shunchaki taxmin. Xohlang sinab ko'ring. Bo'ldi, ortig'i emas. Ilmiy va maishiy anglanilish voqea va hodisalarni borligini bilmaganimiz uchun biz ilmiy bilan maishiy qarashni bitta qilib tashlaganmiz. Maqollar bu maishiy qarash. Maqolni ehtimol deb qo'yadigan bo'lsak, masalan, jon bor joyda janjal bor deyapmiz. Bu maishiy qarash. Uni ilmiy tushunchaga aylantirish biroz mushkul.
ya'ni agar ilmiy tushunchaga aylantiradigan bo'lsak, 2 yoki undan ortiq odamlar yig'ilgan joyda ziddiyatlar bo'lishi ehtimoli yuqori desak ilmiy bo'ladi. Shunda jon bor joyda janjal bor degan bo'ladi. Endi aynan buni isbotlash uchun tadqiqot usulini o'qishimiz kerak. 2 yoki undan ortiq odamni yig'amiz. Bularni ma'lum bir muddat yo kuzatamiz, yo ular bilan suhbatlashamiz, yo test o'tkazamizda bular o'zaro munosabatini eksperimental yoki empirik tasdig'ini topishimiz kerak. Agar rostdan ham shu 2 yoki undan ortiq odamlar o'rtasida janjal odatiy tus bo'ladigan bo'lsa, unda maqol isbotini topdi deymiz. Agar 2 yoki undan ortiq odam janjalsiz ham bemalol yashay oladigan bo'lsa, demak bu maqolning nimasi yo'q? Asosi yo'q. Xulosalaydigan bo'lsam, ushbu fikrimni odamlar ilmiy bilan maishiy qarashni farqiga borishi kerak. Aynan shundagina har kimning gapiga yotib olib ishonmaydi. Agar mana shu meni gapim to'g'ri, anoni gapi noto'g'ri desa bu olim emas. Ammo sizning o'zingiz mening ham gaplarimga shubha qilishga asosingiz bor. Xohlang mening gapimni inkor qiling. Lekin inkor qilishdan avval yana aytaman, men savol tashladim. Siz savol ustida o'ylab ko'ring va bemalol inkor qilavering. Agar siz inkor qilayotgan bo'lsangiz mening gaplarimni, demak mening gaplarimda ilmiy asosi bor. Agar mening gapimni inkor eta olmayotgan bo'lsangiz, demak buni yana boshqatdan vaqti soat kelganda sizlar bilan birgalikda tahlildan o'tkazamiz. Psixologik xizmat. Psixologik xizmat turlari bor. Ayrim psixologlar psixologik diagnostika bilan, ya'ni odamning psixik funksiyalarini, taraqqiyot darajasini tekshirish bilan shug'ullanadi. Ayrimlar kasbga yaroqlilik bilan shug'ullanadi, kasbiy muhim sifatlarni o'rganadi, psixodiagnostikasi amalga oshadi. Ayrimlari psixologik iqlim bilan shug'ullanadi, guruhdagi, jamiyatdagi psixologik iqlim bilan shug'ullanadi. Ayrimlari psixoterapiya bilan shug'ullanadi, ayrimlari psixologik konsultatsiya bilan shug'ullanadi. Ayrimlari psixologik ma'rifat bilan shug'ullanadi, oqartuv ishlari bilan shug'ullanadi, psixologik bilimlarni yetkazish bilan shug'ullanadi. Demak, psixologik xizmat psixologlar o'zi odamlar bilan ishlayotgani uchun va odamlarning psixikasi bilan ishlayotgani uchun psixologik xizmatning o'zining reglamentlari bor. Butun dunyoda psixologlik faoliyatiga qo'yiladigan o'zining talablari bor. Psixolog har bir tor doirasidan kelib chiqib o'zining ishi bilan shug'ullanadi. Bizning mamlakatda bunday talablar hali yo'q. Hali axloqiy qoidalarga hali to'xtalmadik. Umuman olganda psixolog faoliyatini reglamentatsiya qiladigan eksperimental psixolog bor, eksperiment bilan shug'ullanadi. Eksperimentator psixolog bor. U eksperimentni qanday uyushtirish kerak, nimalar qilish kerak. Olim psixolog bor, popularizator deydi. Ya'ni ommaga psixologik ma'lumotni yetkazish bilan shug'ullanadiganlar bor. Ularning barchasini faoliyatini ma'lum bir standartizatsiyasini amalga oshirish kerak. Va psixologik diplomi bor odam psixologiya bilan shug'ullanishi mumkin degan qarashdan ham yiroq bo'lishimiz kerak. Diplom o'z yo'liga, lekin bunday odamlar baribir inson bilan ishlar ekan, insonning psixikasiga zarar yetkazmasligi kerak, hech yo'q. Mayli foyda bermasin, hech yo'q zarar yetkazmasligi lozim. Turli xil shukrona xatini yozayotganlar yoki olamga muhabbatni izhor qilayotganlar, retrit qilayotganlarni umuman to'xtatish kerak. Retrit degan masalani olib tashlash kerak. Retrit degan tushuncha psixologiyada yo'q. Retrit bu ezoterikada bor. Ya'ni Gautama Krishnamurti Buddadan kelib chiqadi. Budda o'z yurtini tark etib, boshqa joyda och qolib, och nahor, sovuq, issiq, sovuq hammasidan o'tib o'zini kimligini anglagan. Shu nuqtai nazardan kelib retrit qilishadi. Demak, biz islom dinidamiz. To'g'ri, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi deydi. Lekin bizning retritimizning tagida musulmon bo'lishlik bormi, boshqa narsa bormi? Niyatimiz ko'p narsani hal qiladi. Provodniklar deb qo'yishadi. Ular Xudo bilan bog'laydiganlar bor. Alloh bilan mana 10 ta odam tizib oladida, Alloh bilan seni bog'layman deydi. Bunday masalalarni keskin ajratish kerak. Agar mamlakat uchun bular muhim bo'ladigan bo'lsa, ezoterik faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat berish kerak, litsenziya qilib berish kerak. Agar buni faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, agar
psixologik faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, u mutaxassis sifatida yetukligini tekshirish kerak va psixologik nazariyalarni qay darajada bilishini tekshirish lozim. Psixologik nazariyalarni bilmasdan turib osmondan olib gapirilmaydi. Buni qay darajada o'zidan o'tkazganligini ham tekshirish kerak. Agar hozir men buni gapirganda qo'rqaman, chunki bunday tekshiruvchiga kimni o'rnatib qo'yamiz, kimni joylab qo'yamiz yoki turli xil psixologik assotsiatsiyalar bor. Bizda psixologik assotsiatsiyamiz ham bor, lekin psixologik assotsiatsiyaning faoliyati bilan shug'ullansangiz, unda ham kelib chiqadi ezoterika. U yerda ham gunoh, savob ishlar ko'zdan kechiriladi, ruh ko'chishi haqida masalalar bor, retritlar bor. Psixologik assotsiatsiya nomi psixologik assotsiatsiya, lekin psixologik assotsiatsiyaning ichida psixologiya qay darajada mavjud? Hattoki butun 99% faoliyati psixologik bo'lsa-da, 1% ezoterika yoki psixologiyaga taalluqli bo'lmagan faoliyat qo'shilsa, u psixologik bo'lmaydi. Chunki bir chinini sharobni ichiga bir tomchi zahar qo'shsangiz, u zahar bo'ladi. Demak, bularni ajratish lozim. Psixologik faoliyatda mana bu narsalar qo'llaniladi. Bundan ortiq narsalar haqida gap yo'q. Ezoterikada mana bular qo'llaniladi, demak unda psixologik ma'lumotni qo'shmang. Demak, hozirgi kundagi psixologik xizmatning muammosi shundan. Rus tilida aytganda, o'zi qo'limdan keladi degan odam hammasi psixologiya bilan shug'ullanyapti. Psixologiya juda ham daromad manbaiga aylanib qoldi. Hamma psixologiya o'zini uryapti deb boshda ham aytdim. Bloger ham psixolog, iqtisodchi ham psixolog, vrach ham psixolog. Bo'lishi mumkin psixolog. Ammo degan savolni bersin, men buni shunchaki yo'l-yo'lakay o'rgandimmi yoki rostdan ham menda shu bilimlar to'kismi? To'g'ri, tibbiyot bilan psixologiyani bog'laydigan joylari bor, ammo psixologiya asosan biznes bo'lishi kerak emas. $1000, $2000, $3000 sizning mahsulotingizni sifatini kim biladi? Kim mahsulotingizni ma'lum bir mezonlar bo'yicha tekshirib chiqdi? Deylik, avtomashinani test drayvi bo'ladi, tekshiriladi. Nima, qayerda, qachon sifati? Sizning tayyorlagan kursingiz yoki onlayn darslaringiz yoki ommaga olib chiqib qilayotgan ishingizni samarasi qayerda? Samarasi nima bilan belgilanadi? Demak, buni ham yo'lga qo'yishimiz lozim. Va bundan tashqari ommaga chiqishda har qanday fikrini inkor etish yoki ilmiy, tanqidiy nuqtai nazardan o'tkazish sharoiti yaratilishi kerak. Bu degani to'ssin, ularda chiqmasin degani emas. Ammo men hozir agar bularning fikrlarini qo'yadigan bo'lsam va ularni tanqidiy chig'iriqdan o'tkazadigan bo'lsam, birinchi navbatda bular meni shaxsiyatimga tegdi deyishadi. Meni tahqirladi deydi. Vaholanki bitta tahqir bilan tanqidni farqiga borishimiz kerak. Tahqirda shaxsiyat ketadi. Tanqidda uning fikri ketyapti. Fikrida qusur bo'lsa ko'rsatish kerak. Ezoteriklar ko'pi nima deydi? O'zlarini oqlab qo'yadi. Buni ham psixologik himoya mexanizmi deydi. Kim seni orqangdan gapirayotgan bo'lsa, demak sen oldidasan. Hali Xudo biladi, sen oldidamisan yoki boshqa joying ochiqmi? Shu nuqtai nazardan yondashish kerak. Ular o'zini oqlash kerak emas, meni g'iybatimi qilyapti deydi. G'iybatdan g'iybatda farqi bor. G'iybat qilishning o'rni bor. Agar bu odam rostdan ham diningga, e'tiqodingga zid yoki jamiyatni buzadigan ish qilayotgan bo'lsa, uni gapirish mumkin degan joyi ham bor. Ismini ham aytish mumkin. Chunki odamlar bunga qarab yo'ldan adashmasin deyiladi. Buning xatti-harakatida qaytadir zalolat borligini bilish kerak deyiladi. Tanqid odam aytayotgan, gapirayotgan so'zlarning naqdini chiqarish bo'lsa, olib tashlaymiz, ortiqchasini olib tashlaymiz, qancha mag'zi qoldi. Tahqirda uning bergan narsasini hammasini yer bilan bitta qilishdir. Aksariyatda olim odam tanqidiy chig'iriqdan o'tkazadi. Uni har bitta gapni asossiz bundoq deb yo'qqa chiqaravermaydi. Dalilini keltiradi va bu dalildan keyin qolganlar xohlasa olsin, xohlasa olmasin. Ammo ularga o'ylab qaror qabul qilish imkonini yaratishimiz kerak. Tanqidni darrov tahqir deb tushunib olib, unday qilaman, bunday qilaman deyish emas. Tanqid qilindimi, tanqidga javobingni ber.
sening qanday ilmiy asosing bor. Ana shu joyda axloqiy masala ko'tariladi. Psixologning o'zining etikasi bor. Psixologik xizmat bilan shug'ullanadigan odamning etikasi bor. Eksperimentator psixologning etikasi bor. Hozirgi kunda psixologning etikasi qabul qilinmagan. O'zi psixologik xizmat to'g'risida qonun ham yo'q shekilli. Aynan shu axloqiy qoidalarni ham ilgari surish kerak. Axloqiy munosabatlarni bir me'yorga keltirish kerak. Men hozir aytmoqchi bo'lganim, ustoz shogird deyishyapti-ku. Hozir ustoz shogird deydi. Ustoz shogird degan narsa yo'qda. Chunki ustoz shogird munosabatlari pulli munosabat o'rtaga tushmaydi. Ustoz shogird pulsiz munosabatlardan, ma'naviy nuqtai nazardan bo'ladi. Biz hozir ustoz shogird qilib psixologlar ko'p ustoz shogirdlik kurslarini ochib olgan. Har bir ustoz shogirdlik kursi yo'q deganda $5000 boshlanadi. Bu ustoz shogirdlik kursi emas. Bu oldi berdi kursi. Mana kursimni senga o'tishga litsenziya beryapman degani. $5000 ga menda o'qigin, meni kursimni o'taver deb ruxsat beryapman degani. Mana shu nuqtai nazardan ham qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Odamlar ham buni bilish kerak. Ustoz shogird degani men $5000 topib berib kredit bo'lsa ham olib berishim kerak, erimni urib bo'lsa ham, chunki aksariyatda bu ustoz shogirdlik qilayotganlar ayollardir. Ayollar buncha pulni xunuk aytaman, enasidan topmaydi. Ayollarning bu pulni beradigan erlari bor. Ba'zilar erlardan oshkora oladi, ba'zilar yashirincha oladi, ba'zilar kredit qilib oladi. Ustoz shogirdlik minimum $5000 dan. Nima degani bu ustoz shogirdlik? Bu ustoz shogirdlik emas. Boring kuloldan so'rang ustoz shogirdlik kursi qanaqa bo'lishini. Boshqa kosibdan so'rang qanaqa bo'lishini. Bu ota bola, ona bola munosabati bo'ladi va hokazo. Buni ustoz shogird nomi ostida yopib, sen ustozingga zid ish qilyapsan, boshqa qilyapsan deyish kerak emas. Men sen bilan oldi berdi qilyapman. Men kuratoringman yoki men mana shu kursning muallifiman. Sen menga shuncha pul berasan va shuncha puldan keyin bemalol kursimni o'tishim mumkin deyish kerak. Buni odamlar ham tushunish kerak. To odamlar o'zi nima qilyapman, nima qo'yyapman, nima uchun men shaxsga sig'inyapman degan savolni bermas ekan, jamiyatni to'g'rilab bo'lmaydi. Men jamiyat to'g'rilash bilan ham shug'ullanganim yo'q. Aksariyatda shu axborotga muhtojlar uchun, shu axborot kerak bo'lgan odamlar uchun beryapman. Olishni istamaganga gapirishdan foydasi ham yo'q. Lekin G'azzoliy hazratlari aytadi, odamlar bilmagan narsasini inkor etadi. Avval psixologiya o'zi nima? Bu to'g'risida bilimga ega bo'ling. Uni yaxshiroq, teranroq tushuning, anglang, ana undan keyin bemalol inkor etsangiz bo'laveradi. Ammo psixologiya deb psixologiya umuman aloqasi yo'q bo'lgan sohalarga kirib ketmang. Va u bilan mana shu faoliyat bilan shug'ullangani uchun ham psixologiya tanqidga uchrayapti ko'p. Blogerlar ham qaytadir tanqid qilib chiqadi psixologik fikrlarni, boshqalar ham. Lekin blogerlar ham o'ziga ehtiyot bo'lsin. Psixik jarohat deganda ustidan kulyapti, lekin shu ustidan kulayotgan blogerlar ham psixik jarohatni natijasi o'zi aslida. Psixolog hamma narsani psixik jarohat ortiga bekitadi. Psixolog hamma narsani psixik jarohat ortiga bekitmaydi. Psixik jarohatingiz borligini ko'rsatmaydi. Jarohatingiz bo'lgani uchun siz uni ko'rmaysiz, xolos jarohatingiz. Ammo xulq-atvoringiz, xatti-harakatingizda bu sezilib turadi. Qayerda seziladi? Har safar bir narsa qilib qo'yasizda, bu hamma blogerlarga taalluqli emas, ayrimlariga. Keyin nima qilasiz? Kechirim so'rab chiqasiz. Men yanglish gapiribman, men bunday qilib qo'yibman, men palonda qilib qo'yibman deb chiqasiz. Ana shu joyda jarohatingiz sizni ko'zingizni ko'r qilgan bo'ladi. Ko'zingiz ko'r, aqlingiz ham yo'q. O'sha paytda aqlingiz qayergadir chekinib turgan bo'ladi. Umuman olganda psixologiya juda katta soha. Hali biz psixologiya haqida ko'p gaplashish ehtimolimiz bor. O'ylaymanki, sizlarda qandaydir savol tug'ilsa, bemalol yozasiz. Qo'limizdan kelgancha o'sha savollaringizga tayanib javob berishga urinamiz. Salomat bo'ling.